Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Men hozir Washingtondaman. 9-mart 2025-yil. Bu Oq uyda oldidamiz. Mana ko'rib turganingizdek. O'ylayman bir muhim narsalarni aytib o'tish joiz hozirgi kunlarda. Prezident Donald Trump va Elon Musk hamda yordamchisi Vance juda katta ish boshlashgan. Ular hozir USAIDni hozir bekitib yubordi. 70 milliard dollarlik bir yilda anaqasini xarajatini. Chunki yaqinda отчетini Elon Musk tekshirganda 40 million Ugandani обрезание, ya'ni bolalarda chupron qilardi-yu, bizda yoshligimizda qiladi. Shunga sarflashar ekan, keyin mayda kerak emas proyektlarga sarflashgan ekan. Shuning uchun bunaqa misoldan ko'plik uchun USAID tashkilotini bekitib. Ha, aytgancha O'zbekistonda ham USAID tashkiloti bor. O'zbekistonda olib turadigan insonlar ham. Endi hozir asosiy masala Elon Musk haqida bitta gapni aytyapti. Shu biz USAMG degan bir tashkiloti bor. Ozodlik radiolarini deyapti, boshqa dunyodagi bekitishimiz kerak. Chunki ular umuman o'zi kerak emas bo'lib qoldi. Umuman unga hojat yo'q bo'lib qoldi. Deb shu gapni men eshitdim-u, bugun Washingtonga keldim. Shu kunlarda bir ikkita aksiyalarim bor. Qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman, chunki ozodlikdagi jurnalistlar hozir eshitimiz qaragan bular aytaylik Yevropada ham bor, O'rta Osiyoda ham bor, umuman Rossiyada hamma joylarda ozodlik radiosining bo'limlari ochilgan. Bularni auditga chaqirmoqchiman hozir. Shu tufayli audit qilib bularning faoliyatiga nuqta qo'yish. Bizda ham o'zbek xizmati ham bor. Bularga ham nuqta qo'yib, bular haqiqatan umuman o'zi kerak emas davrda ishlab. Chunki hozir juda ko'p blogerlar bor, ma'lumotlar, juda ko'p jurnalistlar bor. Hattoki O'zbekistonda ham bor bular. Yoritishyapti. Mana shu jurnalistlar har bir davlatida bor ozodlik radiosi jurnalistlari, shu blogerlarga unaqa qilib fake yolg'on ma'lumotlar chiqarib, unga ishonib yana bir-biridan tasdiqlangan deb chiqarishyapti, lekin bu hammasi yolg'on. Bu hammasi birdek. Bu masalan bildi o'zi katta 1 milliard dollarga yaqin ajratamiz degan hozir to'xtatib qo'yilgan. O'ylayman buni umuman bekitish kerak ozodlik radio bo'limlarini. Uchun bir ikkita aksiya bor. Siz bilan yana shu kunlarda iltimos qarab o'tiring. Yaxshi ishlar bo'ladi. Rahmat sizlarga. Baxtiyor Hasan, Washington, 9-mart 2025-yil.